Diqqat, tezkor xabar. Aka-ukalar, bir-birimizni ogohlantirishda, bir-birimizga yordam berishda davom etamiz. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar, bir dona like bosib, yaqinlaringga yuborib qo'yinglar. Hozirgi kunda butun Rossiyadan meni kuzatib turgan aka-ukalar, opa-singillar ogoh bo'linglar. Ko'cha-ko'ylarda, metrolarda, istalovoylarda, bozorlarda oldingizga bironta kelib, mana bu 5000 rublni yoki 4000 rublni meni kartamga o'tkazib ber desa, aslo o'tkaza ko'rmang. Tuhmatlar bilan, bo'xtonlar bilan aka-ukalarimiz hozirgi kunda qamalib ketayotgan ekan. Bizga ispis priyomdan lagerlardan telefon qilib aytayapti, mana shu statiya bilan kelganman, musofirlarni ogohlantirib qo'ying. Taksi-chakalarimiz bo'lsa ham shu videolarni yuborib qo'yinglar. Odnoklassnikidan SMS yozadi, yosh akkauntlardan voyaga yetmagan qizlar yozadi, aslo yoza ko'rmang. Mana shu yozgan SMSingiz uchun ham 131 132 birinchi asli bilan qamalib ketayotgan akalarimiz, ukalarimiz ogohlikka musofirlarni chaqiradi. Musofirda yurgan aka-ukalarim, ogoh bo'ling, hech qachon mana shu xatolarni qila ko'rmang. Odnoklassnikidan, Telegramdan bilmagan saytlarga hech qachon SMS yubora ko'rmang. Dokument yo'q akalarimiz bo'lsa, vaqtinchalik ko'chaga chiqmay tursin. Частный domlarda, dachalarda ham proverkalar boshlandi. Men vahima qilmayapman, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Haqiqatan ham mana shunaqa problemalarga tushgan aka-ukalarimiz bormi, yo'qmi? Bironta qiz siz bilan tanishaman deb, hattoki yuzini ko'rsatsa ham istalovoylarga chaqirib, o'tirg'izib 70 ming to 100 minggacha shantaj qilib to'latmasa ustidan yozib berayotgan akalarimiz ham telefon qildi. Sizlarni ogohlikka chaqiraman. Videoga